Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishxonamiz o'quv masjidlarimizdan o'quvimizdan Perseplen 2016-yil zavodga tompent ekan. Yapıyorum tompent. Ancha chirab ham o'xshamaydigan holatga kelgan. Inshaalloh qur'oni yangilab Bilton Perseplen qur'oni istorga plasmasa qo'llari singan. Tompentni yangilab plasmasa qo'llardan yangi qo'yib beramiz. Chirab ham bu holatga kelib qolgan. O'tgandan keyin videolarni qo'yamiz inshaalloh. Kuzatib tursan. Kimga shunaqa xizmatlarga rabsam murojaat qilaversa pastda nomer qoldiramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. O'quvimizdan tompentlarni tushirib, shtorkalarni remont qilishni boshlaganmiz inshaalloh. Mana 4 ta plasmasa qo'llardan singan ekan. Zavodga temirligini aqib beribdi bularga. Mana o'rtasidagi plasmasa qo'l temirini olib tashaladi. Pachimligini sababi mana qo'ziqoq qilgan bo'ladi. Relsi joyida shtorkan turgan o'rnida qo'yilgan hisobga pachimligi tegib qoladi. Bu pachimlikni hozir bo'shatib turib qotirilmagan ko'rsana bo'ladi. Joyga qo'yib olib, bundan keyin o'rtasidagi pachimlikni qotirib qo'yiladi. Shu narsani mana plasmasalar ham uzilib ketganlari bor. Mana do'galar osilyotibdi. Orasida plasmasalar yo'q, osilayotganlari, osilayotganlari uzilganlari bor. Inshaalloh ularni ham remont qilib beribdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Narx-navosi bo'yicha Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Telegram kanaliga profildan o'tib ko'rishingiz mumkin.